Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan chorvador akalar hamda drabilka izlab yurgan drabilka ishqibozlari. Bugungi obzorimiz ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Chunki yangiliklarimiz bor. Hop, 150 kilolik yem mishalkamizdan boshlasak, obzorimizni 150 kilolik yem mishalkamiz pichoqlari sistemlar bilan jihozlangan, shtif, yangi motorlar, avtomat, hamma yo'g'i yangi chotga qo'yilgan. Xudo xolasa eng zo'ridan 150 kilolik izlab yurgan mishalka ishqibozlariga mana shu 150 kiloligimiz bo'ladi. Hop, bu apparatimiz mis motor bo'ladi. Mis motor, pichoqlari quyma mahaviyli bo'ladi. Juda ham qalin, 1 santdan oshiqroq. Motorlari ham yangi. Hop, mana yangiligimiz ikkita og'izlik. Ikkita og'izli izlab yurgan akalarga mana ikkita og'izligini ham chiqarib qo'ydik. Hop, buni ham pichoqlari mis mahaviy. Motorlari mis motor bo'ladi. Buni ham obzorini ko'rsatib o'tamiz. Va sabzavot ishqibozlari, sabzavot chiqaradigan apparatimiz mana. Buni ham obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bunga 1000 rossiyskiy motor qo'yilgan. 220 ga ishlaydi. Bu fasondagi drabilkamizdan 220 ga ishlaydi. 6,5 mis bo'ladi. Mahaviy variantidan hammasi videoni oxirigacha kuzatib borishlaring, xudo xolasa.